Seshanba kuni Iroqning Bag'dod shahrida amerikalik jurnalist Shelli Kittelson o'g'irlab ketildi, deb xabar berdi manbalar va uning ommaviy axborot vositalari. AQSh hukumati uning o'g'irlanishini kuzatib bormoqda va uni ozod qilish uchun iroqliklar bilan hamkorlik qilmoqda, dedi AQSh rasmiysi. Uning o'g'irlanishi uchun kim javobgar ekanligi noma'lum, ammo manbalarga ko'ra u Eronning Kataib Hizbulloh proksi guruhi tomonidan unga qarshi tahdidlar, jumladan odam o'g'irlash haqida ogohlantirilgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Dylan Johnson X'dagi postida Eron bilan hamkorlikdagi Kataib Hizbulloh jangari guruhi bilan aloqador shaxs, odam o'g'irlashda ishtirok etgan deb taxmin qilinayotgan shaxs Iroq rasmiylari tomonidan hibsga olingan, deb aytdi. Kataib Hizbulloh Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va amerikaliklarni bir necha bor nishonaga olgan jangari guruh. Kittelson Yaqin Sharq va Afg'oniston bo'yicha ixtisoslashgan jurnalist bo'lib, uning ishlari xalqaro, AQSh va Italiya nashrlarida chop etilgan. Ogohlantirish bilan tanish bo'lgan manbalardan birining so'zlariga ko'ra, AQSh hukumati yaqinda Kittelsonni Kataib Hizbulloh uni o'g'irlash yoki o'ldirish fitnasi haqida ogohlantirgan. Ogohlantirish u Iroqda reportaj qilayotgan paytda kelgan. Boshqa bir manbaning aytishicha, AQSh va Iroq rasmiylari Eron vakili tomonidan Kittelsonga qarshi tahdidlarni, jumladan uni o'g'irlash yoki o'ldirish tahdidlarini kuzatib borishgan va so'nggi haftalarda uni bir necha bor tark etish haqida ogohlantirishgan. Davlat departamenti ilgari bu shaxsni ularga qarshi tahdidlar haqida ogohlantirish burchimizga amal qilgan va biz ularning iloji boricha tezroq ozod qilinishini ta'minlash uchun FKB bilan muvofiqlashtirishda davom etamiz, dedi Johnson seshanba kuni tahdidlar haqida batafsil ma'lumot bermasdan. AQShda joylashgan Al-Monitor axborot tashkiloti seshanba kuni Kittelsonning o'g'irlab ketilganini tasdiqladi va uni xavfsiz va zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Al-Monitor axborot agentligida ishlaydigan Kittelsonning o'g'irlab ketilganidan chuqur xavotirda ekanligini aytdi. Biz uni xavfsiz va zudlik bilan ozod qilishga chaqiramiz. Biz uning mintaqadan muhim reportajlarini qo'llab-quvvatlaymiz va muhim ishini davom ettirish uchun tezda qaytishini talab qilamiz, deyiladi bayonotda. Iroq Ichki ishlar vazirligi avvalgi bayonotida seshanba kuni kechqurun Bag'dod markazida noma'lum shaxslar tomonidan ayol xorijiy jurnalist o'g'irlab ketilganini aytgan edi. Bayonotga ko'ra, Iroq xavfsizlik kuchlari gumonlanlardan birini qo'lga olgan va odam o'g'irlashda ishlatilgan transport vositalaridan birini musodara qilgan. Xavfsizlik kuchlari aybdorlarni topish va uning ozod qilinishini ta'minlash uchun operatsiya boshlagani aytilmoqda. AQShning Iroqdagi elchixonasi fevral oyi oxirida Eron bilan mojaro boshlanganidan beri AQSh fuqarolarini mamlakatni tark etish haqida bir necha bor ogohlantirib, Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangarilar amerikaliklarni o'g'irlashga urinishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Hech qanday sabab bilan Iroqqa bormang. Agar u yerda bo'lsangiz, darhol jo'nab keting, deyiladi elchixona dam olish haftalarida o'zining so'nggi bayonotida.